kirib oldik. Saytdan qanaqa qilib ro'yxatdan o'tishni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Hozirda balansimizda 10,5 Litecoin bor. Hozir bitta Litecoin narxi pastga tushamiz. Mana yozilgan $102. Bu degani $1100 pulimiz bor. Mana shu saytdagi hozirgi pulimiz $1100. Xo'p, do'stlar, bu saytda vazifa bajarib ham pul ishlasangizlar bo'ladi. Sarmoyasiz ham normal ishlasangizlar bo'ladi. Masalan, mana bularni mana ko'k knopkadagilar bor, revanshlar vazifa ustidan bir marta bosasizlar, mana pastga olib o'tadi. Keyin mana bu yashil knopkani bosib turib, nima qilsangizlar bo'ladi, vazifalarni bajarib pullarni olsangizlar bo'ladi. Xo'p, keyin ham mana bu yerda hozir mana bu yashil turgan 65 soni bu sizlarni uringiz do'stlar. Bu o'yinlarni o'ynasangizlar, mana shu urin oshgan sari sizlarga har soatlik bonusi katta bo'lib boradi. Men hozir mana platinumdan diamondga o'tishimgacha ozroq qolgan. Mana hozir 2000 Litecoin оборот qilsam, bu shunaqa bo'limga o'tar ekan. Bular shunaqa. Hozir men mana bu yerda mana qaranglar, platinumda hozirgina bonusni oldim. Mana 57 minutdan keyin yana beradi. Xo'p, 60 ming satoshi berar ekan, eng kichkinasi, ya'ni bizning pulga 7-8 ming so'm, 8 ming so'm har soatga. Normalida kerak bo'lsa. Kuniga mana shu bonusni olib ham 100 ming, 150 ming ishlasangizlar bo'ladi. Keyin o'yinlarni o'ynagan sarlaringiz mana o'zsiz ko'rsak, mana bu yoqda mana bonus bor. Ko'rasizlarmi? Bonus faucet degan 447 ta bonusim bor. Masalan, mana shuni ustiga bosaman, roll knopkasini bosib o'raman. Agar bizga ana shu sonlar ichidan 1000 soni chiqsa, 0.75 почти $90 pul beradi do'stlar. Ana shunaqa variant ham bor. Chiqadi bu, nechta obunachilarimiz ushlagan, почти $100 dan mana shu yerda foyda qilgan. Keyin ham bu saytga depozit qilsangizlar bo'ladi. Ya'ni bir $500-600 depozit qilib turib, kunlik $200-300 dan pul ishlasangizlar bo'ladi o'yinlar orqali. Men bu sayt o'yinlar haqida ko'proq video chiqarganman. Agar imkoniyati borlar, agar ko'pchilikni masalan imkoniyati yo'q bu narsani bilaman. Masalan, kanalimizda 100% odam bo'lsa, 95% da bu imkoniyat yo'q. Keyin ham ko'pchilik bu saytni bilmaydi. Mana qaranglar. Withdraw bo'limiga oddiygina kiradigan bo'lsak, mana yechgan pullarni qaranglar. $120 yechganman, $43, $346, $99, $110, $1, $2, last knopkasini bossak, atak dalshi chiqadi. Mana ko'rasizlarmi? Shuncha pul yechgan ekanman. Normali bu natija do'stlar. Bu sayt 100% to'laydi. Men nima demoqchiman, masalan, imkonlaringiz bo'lsa, bir minusga kirmaydigan balans bu $1000, $1,500, $500 atrofida tiqsangizlar, kunlik $200 olib o'tirsangizlar, bu juda ham zo'r natija do'stlar. Normal foyda keladi. Agar imkoniyat borlar, agar yo'q imkoniyati yo'qlar uchun esa ana shu har soatlik bonusni olib, vazifalarni bajarib, referal qilib, dalshi ishlashlaringiz kerak bo'ladi do'stlar. Xuddi shunaqa narsa bu. Xo'p, hozir $10 nima bo'lsa, 10 Litecoin $1100 bo'ladi. Games bo'limlariga o'tamiz. Buni sarmoyasiz kunlik yechib olib foyda qilishimiz uchun ana shunaqa o'yinlarni o'ynasak, bizga foyda keltiradi bu narsa. Masalan, menga yoqqani mana bu Wallet of Fortune o'yini menga yoqadi. Masalan, qaranglar, 2 marta 0 chiqishini kutamiz. Ana shu eng kichkina balans bilan. 1 2 mana 2 marta 0 chiqdi. Ana shunaqa vaziyatda ana buni qilamiz. 2,5 qo'yamiz. Qaranglar, 0.025 eng kichik balans. Menda masalan shuncha 10 bo'lsa ham ana shunaqa kam ishlayapman. Ana shuni hozir 11 qilsam, o'sha menga почти $100 pul kelgan bo'ladi do'stlar. 2 mana dalshi bosamiz. Ana endi x orqali oshirib boramiz. Yana x. Yana x. Dalshi. Ana endi 8. Davay. Ana. Davay. X. Hopa yana. Ana 11.52. Ana sherni o'zida ko'rib turganlaringizdek, mana shu moment o'zida mana 1 Litecoin foyda qildik. Bu 1 Litecoin ham $102 bo'ladi. Xullas shunaqa do'stlar, mana hozir sizlarga video boshida aytdim. Bugungi videomiz kunlik $100 deganim. Kunlik $100 mana shunaqa qilib ishlaysizlar. Normal do'stlar, mana bu
1 -2 ni ustidan bo'lsa, yana o'sha eski balansimizga kelib qolamiz. Undan oldin eng kichkinasi, eng maydachasini qo'yib, mana yana ana shunaqa 0 ni 2-3 marta chiqishini kutamiz. Davay. Уже ana shunaqa qilib normalniy foyda qilsangizlar bo'ladi. Ana endi yana 25 qilamiz, aylantiramiz. X qilamiz, aylantiramiz. 1,5 yana 2,5 yana. Ana ko'ryapsizlarmi? Normalniy. Уже kunlik ana shunaqa foyda olib ishlasangizlar, sizlarga zo'r natija bu do'stlar. Xullas shunaqa. Mana yana dalcha aylantiramiz. Bunaqa ko'proq yutuq berilayotganiga ishonmanglar. Mana 3 ta ruletka bo'ldi. Ana shunaqa vaziyatda 0 125 qilamiz, aylantiramiz. Dalchi ana dalchi aylantiraveraylik. 3 dalchi 2,5 dalchi 1 davay. 2,5 1 2 12,37 qildik. Ko'ryapsizlarmi? 12,37 bu degani hozir tiniq 2 Litecoin, ya'ni $200 ishladik do'stlar. Xullas ana shunaqa qilib, boshqa ham o'yinlari bor. Ko'rsatlar, mana games o'yinlarini ustidan bo'lsa, ana shunaqa o'yinlar bor. Mana foizimiz ham 66 bo'ldi. Ana shunaqa sekin-sekin оборот qilib o'ynab borsangizlar, normalniy foyda qoladigan o'yin. Xullas, men hozircha balansimni yechmayman. Masalan, 20 Litecoin qilganimdan keyin yechamanda 10 tasini yechib, 10 tasini qo'yib, yana 10 tasini ham o'ynab ketaman. Bu sarmoyali bo'limida orqali yuqori balansda pul ishlash deyiladi do'stlar. Shunaqa. Xullas, savollaringiz bo'lsa, videorolik kommentariyasiga yozasizlar. Rozgirish aytilgan, eslangizdan chiqmasin. Xullas, video bizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Hammalaringizga omad, sog' bo'linglar.